and bugungi videomizda biza o'zim anchadan video memor. Biz bugungi videomizda biza hacker haqida gapiramiz. To'g'ri, hacker YouTubedan ketdi. Bu gap asli yolg'on desa ham bo'ladi, rost desa ham bo'ladi. 50 ga 50. Xullas, hacker nima uchun ketganini aytsam, undan like va obuna qo'yinglar. Hacker ya'ni mashhur o'zbek youtuberi Minecraftdan ya'ni YouTubedan ketgan haqida 50% rost, 50% yolg'on gap, nima rost gapda gapirsam, xullas u oilaviy muammolar tufayli, xullas uyda qanaqadir o'zingiz tushunadi, oilaviy muammolar va u ya'ni YouTubega qaytishi mumkin. U YouTubedan просто так vaqtincha uzoqlashdi. Albatta u qaytadi. U shunday deb yozadi: "Mani oilaviy ishlam chiqib qoldi, ular juda muhim. Xullas, men YouTubedan vaqtincha xayrlashaman, ammo ikkinchi kanal ham ochishim mumkin. Ochaman." Ya'ni u demoqchiki, ikkinchi kanal ochib, bu kanalda emas, u ikkinchi o'zi boshqa kanalda o'sha videolar chiqaradi. Menda hozircha shu ma'lumotlar. Sizlar bilan men Rio and